Har doim har birimizda ichki orzularimiz, maqsadlarimiz, o'zimiz intiladigan hayot sifati, biz harakat qiladigan aniq bir yo'nalish bo'ladi. Lekin biz bu istaklarimizga har doim o'zimiz xohlagan darajada yetib bora olmaymiz. Qancha harakat qilishimizdan qat'iy nazar, qancha aniq xohlashimizdan qat'iy nazar, balki bir necha xil praktikalarni bajarayotgandirsiz, bular har doim ham yordam bermaydi. Nega? Chunki sizni orzu maqsadlaringiz har doim ham sizni o'zingizniki bo'lmaydi. Ya'ni biz istayotgan har bir istak, biz istayotgan maqsad, orzu har doim ham bizni o'zimizniki bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz o'zimizniki bo'lmagani uchun ham bizni hayotimizga kirgizib berilavermaydi. Ya'ni bizda yo'l ochilib ketavermaydi. Chunki bizga eng ko'p foyda bo'ladigan orzu maqsadlargina, ya'ni ham bizga, ham jamiyatga, ham o'zingizga, ham atrofga foyda bera oladiganlarigina hayotingizga kirib keladi. Xo'p, nimaga asoslanib bizniki bo'la olmaydi har bir orzu deb aytyapman? Chunki inson ongi shunaqaki, ko'zingiz bilan ko'rgan, o'zingizni hayotingizda shu paytgacha mavjud bo'lgan yoki kimgadir havas qilgan bo'lishingiz mumkin-da, shulardan olgan modellaringiz asosida sizni ongingiz o'ziga shablon oladi. Ya'ni xohishlarda shablon oladi. Ayniqsa fanat bo'lib kimlarnidir hayotini, qaysidir mashhur insonlar hayotini kuzatadiganlarda bu juda ham ko'p uchraydi. Va shablon olganingizdan keyin bu shablondagi maqsadlarni meniki deb o'ylaysiz. Kimgadir qanaqadir guldasta berildimi, siz uni Instagramda ko'rdingiz, bu meniki deb o'ylayapsiz. Siz ham xuddi shuni xohlaysiz. Yoki siz Instagramda ko'rdingiz, qanaqadir brend magazinda kiyimlarni, ya'ni reklamalarni ko'rdingizda, ko'p ko'raverasiz, ongingiz qabul qiladida, buni siz meni xohishim deb o'ylaysiz. Bu rangni men xohlayapman deb o'ylaysizda, toki o'tirib o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib olmaguningizcha. Shuning uchun ham siz hali unda, hali bunda model olib turib, o'zingizga turli xil shablonlarni miyangizga to'xtov kirgizib o'rganingizdan sizni fikrlaringiz, ongingiz, ong ostingiz aniq bilmaydi sizga nima kerakligini. Xo'p, shunaqa ekan, qanaqa qilib o'zimizni maqsadlarimizni aniqlashtirib olishimiz mumkin? To'g'ri, bu bilan ishlaydigan turli xil praktikalar bor, lekin har doim hammasi ham yordam bermaydi. Chunki har doim bizdan miyamiz aniqlik so'raydi. Bugungi sizga bermoqchi bo'lgan praktikam aynan sizni miyangizga aniqlik beradigan texnika. Hozir albatta sizga daftar, ruchkalar kerak bo'ladi. Oling va yozing. Sizni hozirgi kunda eng muhim orzu maqsadingiz nima? Nima xohlayapsiz hozirgi kunda? Xohishlaringizni aniq qilib yozing. Taxminan 3 tacha xohishingizni yozing. 3 tadan 5 tagacha. Tezlikda yozib oling. Va savol bering. Birinchi savol, buni albatta yozma bajaring. Birinchi savolni yozing. Nima uchun kerak bu maqsad sizga? Bu maqsadni, mana shu 3 ta niyatingiz bor, maqsadingiz bor. Nimaga xohlayapsiz? Shu savolga javob yozing. Birinchi kelgan javobni yozib olasiz qabul qilib. Nima javob kelishidan qat'iy nazar. Chunki birinchi yarim sekund, 1 sekund ichida keladigan javob har doim ong ostidan keladi va har doim asli sizniki bo'ladi-da, ya'ni fikrlab, tahlil qilib, uni filtrdan o'tkazmagan bo'lasiz. Shuning uchun birinchi kelgan javobni yozish muhim. Yozing. 3 ta maqsadingizga ham shu savolni berib chiqing. Misol uchun, xohlayotgan bo'lishingiz mumkin mashina. Qanaqa mashina xohlayapsiz? Orzuyingizga, maqsadingizga yozdingiz. Xohlagan mashinangiz bor. Endi bu savolni bering. Nimaga aynan shu mashina kerak sizga? Maqsadingizga ko'ra shu savolni bering. Ikkinchi maqsadingizga qarang. Nima xohlayapsiz? Bo'lishi mumkin, sizni aniq bir maqsadingiz uy xohlayotgan bo'lishingiz mumkin-da. Siz uy, kvartira xohlayapsiz. Endi yozing. Nima uchun kerak bu maqsad sizga? Nimaga kerak? Javobini aniq qilib yozib qo'ying. Ikkinchi savolga o'ting. Bu yerda taxminan 4 yoki 5 ta savol bo'ladi. Oxirigacha bajarish juda ham muhim, natijasini ko'rishingiz uchun. Ikkinchi savolni bering. Bu maqsadlar bilan o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Siz bu maqsadlar bilan o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? O'zimni qanaqa his qilyapman deb savol bering. Va his qilgan javobingizni tezlikda yozib oling. Uchinchi savolni bering. Bu maqsadlar menga va yaqinlarimga nima beradi? Yozib oling. Siz hozir boshida yozib qo'ygan orzu maqsadingiz sizga va yaqinlaringizga nima beradi? Nima bera olyapti?
javobini tezlikda yozing. Ham savolni yozib oling, ham javobni yozib oling. 4-savol. Bu orzu maqsadlar kimniki o'zi? Kelgan, his qilgan javobingizni yozing. Rostdan ham faqat siznikimi? Yoki ota-onangizni sizdan kutgan kutuvlarimi? Yoki siz jamiyatda kimlardandir ko'rgan shablonlarmi? Bu orzu maqsadlar kimniki? 4-savolga javob yozing. Mana shu tarzda 4 savolga ketma-ketlikda javob yozasiz. Hozir men tez gapirdim. Siz videoni to'xtatib o'zingiz bilan albatta individual ishlang. Va oxirgi eng muhim savol, 5-savol, diqqat bilan eshiting. Bu maqsadlar reallashganda, sizni orzungizdagi maqsadlaringiz bor-ku, istagan xohishlaringiz, bular haqiqatdan ham reallashib qolganda, hozirgi hayotingizda nima o'zgaradi? Bunga aniq qilib javob yozing. Nechta maqsad yozgan bo'lsangiz, har biriga mana shu 5 ta savol bo'yicha aniq javob yozib chiqing. Va o'zingizni fikrlaringizni, holatingizni kuzating, his qiling. Haqiqatdan ham bu maqsadlar siznikimi? Haqiqatdan ham bu maqsadlar sizni quvontiradimi? Haqiqatdan ham sizni bu maqsadlaringiz ham sizga, ham jamiyatga va ham yaqinlaringizga foydalimi? Bu savollarga albatta javob bering. Mana shundagina sizni miyangiz aniqlikni ko'radi va aniqlik ko'rgandan keyin istalgan vizual praktikalaringiz orqali maqsadlaringizni reallashtirish uchun harakatni boshlasangiz bo'ladi. Va faqatgina praktikani o'zi yetarli bo'lmaydi. Albatta biz yerdamiz. Yerni oltin qoidasi, biz har doim harakatda bo'lishimiz kerak. Ya'ni butun borliq qoidasi shunaqa. Qonun qoidasi, harakat qonuni. Harakatda davom etganingizda, doimiy harakatda bo'lganingizdagina siz ongingizda, vizual xayolotingizda istagan o'zingizni xohishlaringizni real hayotingizga bosqichma-bosqich kirgiza olasiz. Harakatsiz shunchaki o'tirib miyangiz bilan ishlaganingiz yoki bo'lmasam praktikalar bajarganingiz, orzu maqsadlaringizni daftar-daftar qilib yozganingiz yetarli emas. Siz o'zingizdan albatta hayotga jismoniy harakat berishingiz kerak. Orzu maqsadlaringizni aniqlashtirib olganingizda sizda harakatlar aniqlashadi. Shuning uchun ham bu praktikani albatta xotirjamlikda o'tirib bajaring. Nima xohlayapsiz siz o'zingiz hayotingizda? Qanaqa maqsadlaringiz bor? Bu maqsadlar rostdan ham siznikimi? Bu savollarga aniq javob mana shu ketma-ketlikda yuqorida aytganimdek ishlab chiqing javoblarini. Bir oq qog'oz oling va o'tirib vaqt ajratib yarim soat o'zingiz bilan ishlang. Mana shu jarayondan keyin natijalaringiz bilan albatta bo'lishing. Qanaqa his qilyapsiz? Maqsadlaringiz rostdan ham o'zingiznikimikan? Bu siz holatingiz men uchun, sizning natijalaringiz, hislaringiz men uchun juda ham muhim.